Ko'pchilik do'stlarim hamda tanishlarim mendan nima uchun Belorussiyaga borib Arkadiya Kuleshova nomidagi Mogilev davlat universitetiga o'qishga kirganligim to'g'risida so'rashar edi. Buning javobi juda oddiy. Chunki Belorussiya xalqaro studentlarni xursandchilik bilan ta'lim olishi uchun qabul qiladigan o'ta mehmondo'st mamlakat. Arkadiya Kuleshova nomidagi Mogilev davlat universiteti Belorussiyadagi eng qadimiy va eng yaxshi universitet kadr biri hisoblanadi. Ushbu universitetda har doim talabalarga o'qishlari va hayotlari mobaynida o'z yordamlarini ayamaydigan tajribali o'qituvchilar va mutaxassislar faoliyat yuritishadi. O'qishni bitirganimdan so'ng eng yuqori darajali mutaxassis bo'lib yetishishda va eng yuqori maosh to'lanadigan joyda ishlashdadir. Arkadiya Kuleshova nomidagi Mogilev davlat universitetini tanlashimga shaharning go'zalligi, ochiqko'ngilligi, insonlarni o'z ishining malakali o'qituvchilari, xalqaro darajadagi diplom, chet ellik talabalar istiqomat qiladigan yangi turar joy asosiy sabablardir. Yana shuni aytishim mumkinki, Belorussiya prezidenti Aleksandr Grigoriyevich Lukashenko ham ushbu universitet talabasi hisoblanadi. Agar hayotda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsang, albatta Arkadiya Kuleshova nomidagi Mogilev davlat universiteti talabasi bo'lib to'g'ri tanlov qiling. Mogilev davlat universiteti bizning tanlovimizdir.